12-savolda px ko'p xatni ikkita holatdagisini yig'indisi kvadratli ifoda bo'lgani uchun px ni maksimalni ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda qidiramiz. Ya'ni kvadratda bor xolos. Agar o'rtasi minus bo'lganda x kub yo x to'rt qilish ham mumkin edi. Demak, shu ko'rinishda qidiradigan bo'lsak, endi x dan o'rniga 2x minus 1 va x ni qo'yib chiqamiz. 2x minus 1 barobar a. Uning kvadrati demak 4x kvadrat minus 4x qo'shilgan 1 plus b 2x minus 1 plus c. px ni o'zi yuqorida berilgan ekan, yozish shart emas. Ana endi qo'shib yuboramiz. px ga p2x minus 1 ni qo'shganimizda a bilan a demak to'rttaga a qo'shsak 5 ta ax kvadrat minus 4 ta a x va plus bitta bx mayda 2 ta bx jami 3 ta bx bo'ladi. Plus 3 ta b va 4 ta a x va plus c plus a plus c. Demak c dan 2 tib qolsa oldiga 2 qo'yib qo'ysak bo'ldi. Barobar mana bu tenglik. 5x kvadrat minus 7x qo'shilgan 2. Hop, shunda agar bu tenglik ayniyat bo'lib hisoblasak, 5a imiz 5 ga teng bo'lishi kerak. 3b minus 4a imiz minus 7 ga teng bo'lishi kerak va 2c qo'shilgan a imiz 2 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan a teng 1, a ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, 3b barobar minus 3, undan b barobar minus 1. A1 va minus 1 bo'ladigan bo'lsa, hop 2c mana bu yerda b ham bor ekan, minus b ham. Hop, demak mana bu yerga qo'shib ketamiz. Minusdan b ham bor barobar 2. Shunda 2c plus 1 minus 1 barobar 2. 2 ta minus plus bo'lib ketsa, demak 2 yoq bo'lsa 0, 2c imiz 0 ga tengdan c teng 0. Demak px ni ko'rinishi x kvadrat minus x. P2 ni hisoblaymiz. 2 ni kvadrati minus 2 teng 2. P2 ya'ni P2 imiz yana 2 ga teng. Hop, 13-misolda hop buni ikkita funksiyada faraz qilsak, ya'ni y barobar x kvadrat minus 2x minus 3 va y barobar a degan funksiyalarga ajratib olamiz. Hop, mana buni grafikini chizamiz. Demak, uning funksiyani birinchi o'rinda kvadrat funksiya bo'lgancha parabola uchun topib olamiz. x0 barobar minus 2 taqsim 2 kara 1 barobar 1 ga teng. y0 ni 1 ga qo'ysak 1 minus 2 minus 3 demak minus 4 ga teng. 1 u minus 4 nuqta. Taxminan mana bu yerda 1 minus 4 imiz 1 2 3 va 4. Mana bu yerda faraz qilaylik. Hop, endi funksiyani nollari. X kvadrat minus 2x minus 3 barobar 0. x1 barobar 3 ga x2 imiz minus 3 ga teng bo'lsa, x1 imiz 3 ga x2 imiz minus 1 ga teng bo'ladi. Endi minus 1 mana bu yerda va 3 mana bu yerda desak, funksiyani o'zi modul bo'lmagandagi holati mana bunday grafik chiqadi. Endi modul hisobiga mana bu y ga manfiy tomondagi qismi proyeksiyalanib yuqoriga chiqib qoladi. Ya'ni mana bunday ko'rinishda chiqadi. Endi bizga mana bu joyga kerakmas. Ya'ni mana bu yerda bizda yo'qni faraz qilamiz. Mana bu nuqta 4 ga teng. Agar funksiyani ya'ni a ni mana bu oradan qaysidir bitta chiziq deb faraz qiladigan bo'lsak, unda tenglama 4 ta yechimga ega bo'lib qoladi. Ya'ni kesishgan nuqtalar 4 ta. 1 2 3 4. Agar mana bu tomondan tanlaydigan bo'lsak, unda yechimi yo'q. Ya'ni ular kesishmaydi hech qachon. Agar 4 dan katta qismidan qidiradigan bo'lsak, unda 2 ta yechim. Bizga 3 ta yechim bo'lishi uchun albatta aynan 4 dan o'tish kerak. Ya'ni mana parabolani uchi urinma bo'lib o'tish kerak. Parabolani uchiga. Shundagina 3 ta yechimga ega bo'ladi.
Demak, parabolani urinma hisobida bo'lsa, y barobar 4 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni a imiz 4 ga teng. C. Hop, keyingi misolda hop, logaritmni soddalashtirish bergan, oddiy. Hop, 100 ni 1 taqsim 2 lg a taqsim lg a desak, ko'paygan a darajasida 1 taqsim 2 lg b taqsim lg b. lg b lar ketdi, 1 taqsim 2 lar demak. Hop, a b ni darajasida 1 taqsim 2 va mana bu daraja 2 l logaritm a b asosiga ko'ra a plus b. 2 bilan 1 taqsim 2 qisqardi va a b bilan a plus b ni o'rnini almashtirsak a plus b ga ega bo'lamiz. Ya'ni D javob. 15-misolda alfa va beta qo'shni burchak bo'lgani uchun alfa ga betani qo'shganimiz 180 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, shundan alfa plus beta taqsim 3, alfa plus beta taqsim 9 va hokazo. Demak, bu x qamachi progressiyaga tushadi. Alfa plus beta taqsim 1 minus 1 taqsim 3. Ya'ni 180 gradus taqsim 2 taqsim 3. 540 taqsim 2 270 gradusga teng. B javob. Agar tenglik uchburchakning yuzining tomoni uning asosiga teng kvadrat yuziga nisbati 1/3 bo'lsa, bu uchburchak uchidagi burchak kosinusini toping. Hop, chizmada chizib olamiz. Birinchi kvadrat chizsak osonroq bo'ladi. Va unga tenglik uchburchak. Uchidagi burchakni alfa deb olamiz. Hop, yon tomonlari a va asosiga balandlik tushirsak, bu tomoni ham b, bu tomoni ham b ga teng. Mana bu alfa taqsim 2, alfa taqsim 2 ga ajrab qoladi. Hop, h barobar hop h kosinus alfa taqsim 2, ya'ni yopishgan katetdagi butun yuzga nisbatini beradi. Endi uchburchak yuzi s uchburchak a kosinus alfa taqsim 2 ko'paygan b ni o'rniga ham xuddi shuni qo'llasak, a sinus alfa taqsim 2, ya'ni a kvadrat sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2 bo'ldi. Hop, s kvadratning yuzi ikkala tomon 2b ga teng bo'lsa, demak 2 ta a sinus alfa taqsim 2 ning kvadrat 4 ta a kvadrat sinus alfa taqsim 2 bu kvadrat yuzi. Demak, uchburchak yuzini kvadrat yuziga nisbati 1 taqsim 3 bo'lsa, a kvadrat sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2 taqsim 4 ta a kvadrat sinus alfa taqsim 2 barobar 1 taqsim 3. A kvadratlar qisqarib ketdi. Sinus kvadrat dagi sinus kvadrat ham qisqarib ketdi. Demak, sinus kosinusga nisbati kosinus sinusga nisbati kotangens alfa taqsim 2 barobar 4 taqsim 3 ga teng. Demak, taxminan mana bunday uchburchak. Hop, mana bu yer alfa taqsim 2 desak, demak bu yer 4 ga, bu yer 3 ga teng. Unda bu 5 ga teng bo'ladi. Bundan sinus alfa taqsim 2 imiz barobar 3 taqsim 5 ga. Undan kosinus alfa taqsim 2 imiz 4 taqsim 5 ga. Kosinus alfa barobar 2 ta kosinus kvadrat alfa taqsim 2 minus 1 barobar 2 ko'paygan 16 taqsim 25 minus 1 7 taqsim 25 ga teng. A javob.